Ikkinchi jahon urushi davrida 71 milliondan ortiq inson halok bo'ldi. Bu raqam Buyuk Britaniya aholisining umumiy sonidan ham ko'p edi. Bu qurbonlar orasida eng katta yo'qotishlarga uchragan davlat Sovet Ittifoqi bo'ldi. Urush natijasida 26 milliondan ortiq inson halok bo'ldi. Bu deyarli Avstraliya aholisining umumiy soniga teng edi. Ularning taxminan 70% tinch aholi vakillari edi. Ba'zilari bosib olingan hududlarda o'ldirildi. Boshqalari ochiq va yuqumli kasalliklar oqibatida vafot etdi. Yana boshqalari Germaniyadagi majburiy mehnat lagerlarida hayotdan ko'z yumdi. Bu holat Sovet Ittifoqining demografiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Mamlakatda ayollar soni erkaklarga nisbatan ancha ko'payib ketdi. Tug'ilish darajasi esa hatto 1960-yillargacha pastligicha qoldi. Shunga qaramay, aynan Sovet Ittifoqi faşistlar Germaniyasiga asosiy zarbani berdi va uning mag'lubiyatida hal qiluvchi rol o'ynadi.